Assalomu alaykum Qirg'iziston davlatimi O'sh shahridagilarga особенно assalomu alaykum. Bir akamiz meni videolarimni ko'rib WhatsAppdan telefon qildi. Anchadan beri qidirar ekan. Baqit degan akamiz seni bir videoyini qo'yib, sendan behursat Facebookga qo'ygandim. Juda ham insonlar juda ham yaxshi fikrlar bildirdi. Tug'anim, senga rahmat dedi. Baqit aka, sizga da rahmat akam. Sizda insonlar borligidan men faxrlanaman. Gap sizni qirg'izligingizda, gap meni o'zbekligimda emas. Gap siz bilan meni Qirg'iziston davlatimda. Qirg'iziston davlatimda gap. Shuncha dushmanlar Qirg'iziston davlat qachon chachilarkin, qachon bo'linib ketarkin der. Yo'q, bizni Qirg'iziston davlat chachilmaydi. Sababi siz qirg'iz bo'lsangiz, men o'zbek bo'lsam ham bitta davlat osmonda ostida, yer ustida yashaymiz. Agar biron joyda qirg'izni birov ursa, o'zbeklarim yeb tashlaylar ash insonni. Agar o'zbekni birontasi urayotgan bo'lsa, qirg'izistonlik bo'lsa, yeb tashlaylar qirg'izlarim. Sabab siz bilan biz vatanimiz bitta, siz bilan bizning joyimiz bitta. Boshqa davlatdagilar durujniy bo'lsa, biz ulardan o'tgan durujniy bo'laylik. Nimaga biz durujniy bo'la olmaymiz? Nimaga? Nimaga bir-birimizni ko'ra olmaymiz? Kelinglar, kuchli birdamlikda qilib, qirg'iz, o'zbek demasdan, millat ajratmasdan hammamiz bir insondan tarqalganmiz. Vatanimizni himoya qilish. Shu so'zlarni aytyapman, badanim titrab ketyapti. Ash inson ota-onangga rahmat. Mohira shuncha inson seni hurmat qilar ekan dedi. Shu hurmatga sizlar orqali men erishyapman. Qirg'iz xalqim, Qirg'iziston vatanim, davlatim sizlar orqali erishyapman. Agar bironta joyda o'zbekni uradigan bo'lsa, qirg'izlar yeb tashlaylar. Durujniyligimizni ko'rsataylik. Kuch qanaqa birdamlikdaligini ko'rsataylik. Qaysidir paytlar qirg'iz o'zbekni urushini qilishdi, chachishdi. Begunohdan begunoh qonlar to'kildi. U narsani takrorlamaylik. Lekin hammamiz ash Qirg'iziston davlatida yashayapmiz. Birontamiz qochib ketmadik. Hamma oilada ham janjal bo'ladi. Hamma vatanda, hamma davlatda ham janjal. U davlatda janjal o'tib ketdi. Siz bilan biz Qirg'iziston davlatimda baykalarim, ejalarim, o'zbeklarim, opalarim, akalarim kuch birdamlikda bir-birimizga qo'l beradigan bo'lsak, siz bilan bizdan boy inson yo'q. Siz bilan bizdan juda ham martabasi baland inson yo'q. Hech kim bizni yenga olmaydi. Qirg'iziston faqat birlikda, olg'alikda bo'ladi. Shu video обращениyaga sizlardan обязательно duet kutib qolaman. Boringlarga shukr, podдержка uchun, hurmat uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.